shug'ullanamiz. Bizning markazimiz asosan bolalarga trenajyorniy zal orqali, elfka mashg'ulotlari orqali, fitness to'plar orqali bolani harakatini tiklashga yordam beramiz. Bizni imkon reabilitatsiya markazimizdan juda ko'p bolajonlarimiz yurib ketgan. Inshaalloh yaqinda yana ikkita bolajonimiz уже yurish holatiga yaqin kelib qoldi. Uni ham natijalarini peshkuda bugun blogerlar yordamida sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdon kuzatuvchilar, agar shunaqa bir tanishlaringiz bo'lsa, bolajonlar mana shunaqa nuqsoni bor-u, lekin nima qilishni bilmayotganlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qidirib yurganlar, shunaqa markazlarni ko'pchilik o'zimizda mana Peshku tumani yoki Buxoro shaharda ham shu elfka mashg'uloti uchun imonni Toshkent shaharga borishadi. Lekin bizning o'zimizda ham Peshku tumanida xuddi o'sha Toshkentdagi sharoitga mos ravishda elfka mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bizga elfka mashg'ulotlarga olamiz 8 oylikdan boshlab 11-12 yoshgacha. Bunaqa markazlar oldin bizning tumanda bo'lganmi? Yo'q, bizning Peshku tumanimizda endi birinchi markaz, birinchi imkoniyati cheklangan bolalar uchun ochilgan birinchi markaz. Bizning tumanda yo'q, shaharda, Buxoro shaharda bor, lekin bizning Peshku tumanimizda birinchi markaz. Qanaqa nuqsoni bor bolalar uchun trenajyorlar yoki mashg'ulotlar qilinadi? Masalan, bola keldi, bola bo'ynini tutmagan yoki biror narsani ushlashga imkoni yo'q. Ushlab, o'zini ovqatini o'zi yeya olmasligi mumkin. Shu birinchi harakatimiz shunga qaratiladi. Bolani bo'ynini tuttirishga, o'tkazishga, emaklatishga, yuritishga, umuman o'z harakatini tiklashga bolani. Asosan qanaqa diagnozli bolalar bilan shug'ullanasizlar? Biz asosan DTSP diagnozi qo'yilgan, ya'ni miya falaji bor bolalar bilan mikrotsefaliya, gidrotsefaliya, ZPR diagnozi qo'yilgan bolalar